Ko'p yashang, baxtli bo'ling. Shoizman rosa yaxshi ko'r kelin qilganlar nimaga? Oyim oxirgi payt mazalari qochyapti. Oyimga doktor kerak edi. O'g'limga esa kelin, shu uchun doktor kelin tanladik-a. Sanida ikkitasi birdan. Zebo doktor yozib berdi, nima yozilgan? 4 ta shpris, 3 ta dimidrol, 2 ta trimol. Tur soni qani bu yerda? Gazli suv mumkin emas. Shirinlik mumkin emas. Shu doktor xotring kelmasdan avval hamma narsa mumkin edi. Menga hech narsa yedirmayapti, qurib ketsin. Qo'shni keliningiz doktor ekan, menga ukol qilib qo'ysinlar. Buvimni davlenalarini o'lchab bersinlar. Keliningiz bitta kapelnisa qilib qo'ysinlar. Tinchlikmi onam? Xotining qo'rqitib qo'ydi. Ko'p yursam varikoz bo'lar ekanman, o'tirsam gemoroy bo'lar ekanman. Shunga osilib turibman, hech qayerga zarar yo'q, qalay. Qo'lingiz og'rimayaptimi? Og'riyapti. Tushunda. Qo'shni, keliningiz doktor ekanlar, o'g'limni sunnat qildirmoqchi edik. Kelin, mana bu ozdiradigan choyni menga damlab bering. Ozdiradigan choy, oyijon bunaqa shubhali choylar ichgandan ko'ra doktor nazoratida ozish kerak. Hozir zamonaviy tibbiyot bor-ku. Yiring oyijon, konsultatsiyaga больницаga boramiz. O'zi shu больницаga bormaslik uchun sizni kelin qilgandik-da. Ha, yuring oyijon, borib bilib kelaylik nima ekan. Nima ekan? Ortiqcha vazn endi to'g'ri ozamiz shifokor va Semavik Next bilan. Ana oyijon, endi ortiqcha ovqatlar shirinlikni yeb qo'ymaysiz. Ishtahingiz preparat nazoratida bo'ladi, ozasiz. Kakras ana qo'shni ozaman deb yuruvdi. O'shanga tavsiya qilaman. Yo'q, oldin doktor bilan maslahatlashib, keyin davolanishni boshlash kerak. Kelin, shu yelkalarim uyushib qoldi-da. Yaxshilab massaj qilish kerak-da, oyijon, lekin men qilishni bilmayman. Ha, mayli, Shokirjon bolam, sen ham uylanaman deb yuruvding-a? Tanish yenga ovsining. Voy, o'zinjon sirvamasini ish qilar. Professional massajchiman. Buni hamma narsani davolatnoma olarkan. Bo'ldim senga jonim devona. Nimaga urishyapsizlar? Buving erga tegarmishlar. Voy, erga tegishga nima bor? Ha, bo'ldi, uzatmaymiz unda sizni. Voy, jimi, sochini kevatdi. Qani keling mehmonlarga choy quying. Ha, kelin qudalarga bir kulib turmaysizmi? Unda kelinda sarpasini yig'ishni boshlaymiz. Oy, sarpani nima bunday qildingiz? Kelinga nima kerak bo'lsa, o'sha narsa qo'yiladi-da sarpasiga. Mana qara, dorilarni soldim, kafallik ham soldim, qo'ltiq hassa. Mana kerak bo'ladi, davlen yo'lchilganlardan chiqadi. Voy, bu birinchi o'rinda kerak qizim. Qani bir salom qiling kelin. Ko'p yashang. Bo'ldi, bitta cholga oqib qolmang, buvi. Ularga qo'lingiz ushlasan, hayajonlanib ketyapman. Voy, bu protez qo'llari tabiiy sinishi undan afzal. Voy, otdiysiz, ketdingiz zaksga. Zaksga qanaqa mashina gaplashdinglar? Endi zaksdan ko'ra nariyoqqa sizlar yaqinroq bo'lib turibsizlar, shuning uchun skoriy mashina gaplashdim. Nimadir bo'lib qolsa, sraz больницаga ketiramiz-a? Kuyov bola nikoh uzugini taqavering. Bittasini ko'zi o'tmayapti. Bittasini qo'li qaltirayapti. Sizlarga to'yana qilib 7 yillik tajribaga ega Iskandar Buildings'ning Yunusobod tarafidagi mezbon loyihasidan xonadon uchun bosh to'lov qilib, qolgan qismini 5 million 700 ming so'mdan to'lab borish imkoniyati bor ekan. Shu imkoniyatdan foydalanib xonadon xarid qildim, bir xonali. Loyiha hozir 15-qavatgacha ko'tarilgan. Bo'lmasa, gul otish marosimini boshlaymiz. Qaraganda erga tegishgatim yo'q. Men, voy, adi o'ldiradi bermadi. Bularga beraymi? Qani kelin pasha qo'shlarga bir kelin salom. Voy, ayiqlardan kelin qilsalar-da. Uzr oyijon, kelincha kiyimimni kiyishga ulgurmadim. Shoshatdim ishga. Endi yangi kelinsiz, eringizni chiroyli kiyimlaringizni kiyib kutyapti. Xap bo'ladi. Men keldim. Assalomu alaykum. Eng chiroyli shu-da, oyijon, eng qimmati yana shu. Ertaga onamni tug'ilgan kunlari ishxonadagi animator o'rtoqlaringni olib kelib bir chotga qilib nishonlamaymiz?mi? Bo'ldi, yuz qilamiz. Oyijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Voy, mana buni shirinligini qaranglar. Voy, buni ichida kim bor ekan? Voy, erkalarishlaringdan aylanib ket. Voy, yuli. Anaqa o'zi ko'pchilik buni ichida chiroyli odam bor deb o'ylaydi. Voy, men ham bitimni to'kib o'ynagim kelyapti-yu, uyalyapman-da. Yeslicho mashinada ikkita ayiqchalik kiyim bor oyijon. Bizligimizni hech kim bilmayapti, kelin. Albatta, yuri oyijon. Biz tekshiruvdanmiz. O'g'rilik bo'lgan. Hamma yuzini ochdi. Kelin, tushing, foydasi yo'q. Ikkalanim yechmaskayni. Sharmanda bo'ldingiz oyijon. Ikkalamiz ham birga sharmanda bo'ldik.
Nima qilyapsan, Zebo? Ishimni yig'ishtiryapman, bolamni o'yladim. To'g'ri qilibsan bolani o'ylab. Men bo'lsam, seni o'yladim. Nima bu? Mana! Bol yopamiz, senga hayajonlanish mumkin emas. Doktor Amidga hayajonlansangiz tug'ib qo'yasiz. Tug'olmasam ko'rsatarsiz. Va nihoyat bugun kelinim bilan biramni olib chiqaman. Umarovni otasi kim? Amanman, lekin oyisi qani buni? Mana Mamutda-ku. Qanday 500 ming yonimizga qolsin deb o'zim kutib olishga chiqdim. Umarov oyisi zo'r. Balo, bor ekanmi bugungi 70 yoshli erga tegib? Qani yur xabar olaylik. Buvi! Voy, xush kelibsizlar. Buvi, siz 70 yoshda qanaqa? Eng chiroyli ayol bu homilador ayol, tushunarlimi? Nimaga bosh qorong'i bo'ldingiz? Mashina haydashga? Sizni proviz yo'q-ku. Voy, zo'r ekan. Qizim, qaraganda buvini faqat gap so'z emas, taksi ko'zi ham betituruq bo'lar ekan. Ye, cholis keldilar. Voy, buni qana qochadi, kutib olishim kerak. Bizni sevgimiz boshqa Men bilan sizga. qo'ysinlar sevishaylik. Shunda bu kelin salom-da-ya. Yo, bu kampir salom qizim. Qo'lingizni bering, yuring. O'zim sizga dimlab, kartoshkalarimdan bir mazaga o'tirib ovqatlanaylik. O'ziz Chol, protes qo'lim olib ketib qoldingizmi? Buvi, kirlaringiz ko'payib ketdi. Yuvishga qiynalmayapsizmi? Bavi boru. Ye, siz ham bavi ishladasizmi? Buni tog'origa solib, ustidan qaynosiz solib, och kiyimlarni sovurib, yarim soatdan keyin yaxshilab chayib yuborsangiz, dog'larni yo'qotib, oppoq qilib beradi-ku. Yetgancha bu Germaniya mahsuloti. Qizim, shu gaplarni hozir gapirganingga necha pul ishlading? To'g'risini ayt. Birovni pulini hisoblamasdan mazaq ishlatsangiz joyi. Zebo, turra domga boramiz, xolali bo'psan. Qanaqa men o'zimdan katta odamli bo'laman? Buving tug'ibdilar. Voy, buni shirinligini qalaysan? Ey, xolani sallama, bu meni singlim. Voy, xolajonim, siz o'zim katta qilar ekanman-da. sir bo'lmasa endi buni ismini nima qo'yasizlar? Endi shu yoshda bolali bo'lish o'zi bir mo'jiza, shuning uchun mo'jizaxon qo'ying. Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Kim bular? Ha, bizning uyda hamma bozorchi, shunga uy manikenga to'lib ketgan. Ertalar olib kelib qo'ydim, yotur. Choy tayyor, chiqinglar, soatdan 7 bo'lib qopti. Zebo, bizda ertalar soat 3 dan bozorga chiqib ketiladi. Ertadan sen ham chiqasan. Oyjon, rosa kam gap ekanlar. Hozir klient kelsin, ko'rasan gapirishlarimni. Mayli bo'lsa, unda qorasini oling, barcha zo'r qora. Ozroq qilib ko'rsatib, erga deb ketasiz, chiqadi, sizga oling mana bilan savas to'g'ri gap. Kelin, ana 89-do'konga qarang, qani klient bormi ekan? Ha, bo'ladi. Nima kerak ekan sizga? Yo, oyjon, klient bormi yo'q, bilib kelganda jo'natdilar. Yo'q ekan. Men sizni shpion qilib jo'natdim, cho. Oyjon, meni kiyimi bo'lish uchun dudingiz 250 mingdan sotib yuboribman, zarar qilib qo'ymadimmi? Hech qilsa o'zi 25 mingnikiga. Oyjon, ko'chadan sudrab bo'lsa ham klient olib keling, dudingizni olib keldim. Plant to'ldi, kelin, dona sotmaymiz, aytib yuboring. Dona sotmas ekanmiz, keltiring. Bozor shunaqa shovqin, qalaqchi deysizlar. Oyjon, mana bitta ventilyator turardi, qani? Yaxshi klient chiqdi, sotib yubordim. Yaxshi klient chiqsa sotib olish kerakmi? Voy, mashinamiz qani? Yaxshi klient chiqdi, sotib yubordik. Ha, pul yuradigan oila ekansizlar-ku, ha? Zebo, narsalaringni yig'ishtirib qo'ydim. Bu endi senga begona. Nima xato qildim? Kechiring, endi yaxshi savdo qilaman. Yo'q, prosta uyga yaxshi klient chiqdi, sotib yubordik. Ketdi, bozor oldida uy olamiz. Assalomu alaykum, oyijon, yaxshi dam oldinglarmi? Buningda zooparkda ishlaydi doding, uyga hayvon olib keladi demagandim-ku. Meni hidimga o'rganganda oyijon, ozgina katta buvosin berib yuboraman. Bu hali katta ham bo'ladimi? Dumaloqcham, o'zi shirinchomsan. Men bolamni ham bunaqa erkalamaganman-ey. Zebo, bu o'rtamizda uxlash shartmi? Bitta o'zi uxlashga qo'rqadi, endi 6 oylik. Zebo, soatimni ko'rmadingmi? Men qayerdan bilaman, turgandir o'sha yerda, qarasangiz-chi. Oyijon, bittaga ko'payishamiz. Bezakansiz, lekin xursand bo'ldim. Endi men ham nevarangga kelataman, ha? Yo'q, unaqa mehmon emas. Qanaqa mehmon? Mana. Fil bilan jirafa ham olib kelmabsiz-da, kelin. Bo'ldi, olib kelingmi? Birga yashayverardinglar, o'g'lim bilan ketaverardim safarga. Ona, anu keliningizni maymunchasi depressiyaga kirib o'lib qopti-da. Yuring, dalda beraylik. Bir kun kelib maymunni janozasida o'tiraman deb o'ylamagandim. Mani ish uchun dieta qilyapsan, ha? Oy, telefonimni ko'rmadingizmi? Hech qayerdan topa olmayapman. Telefon qil. Qo'limdan qayerdandir jinglayapti. Ha, ilon yetib yoribdi. Xavotir olmanglar, bir haftada hazm qilib chiqarib oladi. Kelin, ana shervatchingizga go'sht beruvdim, yemasdan menga qarab turdi. Ha, u kattaroq go'sht yeyish xohlaganda. Nafasingizni yana tushirsin. Nima qilyapsiz?
idishyotdim. Nimada? Bavida. Buni qanaqa ishlatadi? Qarang, tog'oraga bavini solamiz, keyin qaynoq suv solamiz. Yuvilishga chit bo'lib ketgan idishlarimizni solib 10 daqiqa kutamiz. Keyin sovuq suvda chayvoramiz, bo'ldi. Qarabsizki, 10 yildan beri yuvilmagan dog'li ham top-toza bo'ladi. Qaling. Zo'rku. Eshitdingmi? Yugurmasdan bo'lmaydi, tualetga ulgurmayman. Ulgurdingizmi? Kirmadim, lekin ulgurdim. Kelin, mendan berkitib nima yeyapsiz? Voyda! Kelinimni boshiga pichoq tiqib Yo'qma qilmang oyijon, bu haqiqiy emas. Kelinlik fokusni ishga tayinlamoqda. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Maynochilik. Zebo kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotirom, men bu yasalgan. Seriozmi? Da mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligida necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing, bitta fokus ko'rsating. Oyijon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan berkitib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Boshingiz qazg'oq bo'lib ketibdi. Ha, qazg'og'imni fokus qilib yo'qota olmaysan. Reserve bor-ku. Ha, bu haligi ko'zli shampuni. Imini ko'kini siz ishlatsangiz, bosh teringizni davolab, qazg'og'ingiz ketishiga yordam beradi. Yashili bo'lsa yog'li sochli uchun, qizili bo'lsa chustительный sochli uchun. Ayniqsa bulardan keyin konditsioner ishlatish kerak. Boshim konsert tagida tursa shamollaydi odam. Men bu konditsioner aytmayman. Hech bunaqa go'sht yemadim. Va shirin ekan. Nimani go'shtimi? Quyon go'shti. Kelin ishlapmasdan quyon topib oldim, qochib ketmasin deb shartda so'yib qovurib oldi. Necha yil o'rgatding quyonni Zebo? 6 yil. Ha, 6 yil umring-a. Shunda adis Andijonlik Oyiz Buxorodan ekanlar-da. Men Qashqadaryodanman. Qanaqa? Ya, buvim bilan turganman-da. O'shanga biz tez-tez viloyatga chiqib turamizda, qarindoshlar ko'p. Bacham Buxoroga ketdik, jiyanim to'y qilibdi. Ana, ko'rdingmi, ketdik. Shkan bo'zi shavat, amma xola ro'zi shavat. Shkan. Qanday Buxoron to'yi yoqibdimi? Ibizur, tezur bila. Devonacha. To'xtash. Ketdi Anjanga. Ukam xotini jijilabdi. Ketdi to'yga, ketdi. Xayriyat keldik. Kimini alishtir 2 soatdan keyin Qashqadaryoga ketamiz. Kattam tug'ilgan kunlar ekan, bor. Aytgancha yo'lda to'xtamaymiz. Ha, o'sha o'rganib qoldim, o'zim bilan ovqat ham oldim. Kelin kiyimimizni almashtiring, biz mazalar yo'q ekan ko'rib kelaylik. O'zingizlar borasizlar taksida. Kelin bir haftadan keyin hamshiyamiz to'y bilan. Uni ham olib kelaman, haymi? Mosa o'siramasdan tez-tez kiyinish, akam to'y qilyapti. Ashaqa ketamiz. Hech bo'lmasa ovqat yeb olaylik, qornim itday och. Vaqt ketadi-da. Yo'q, ketmaydi, mana chef bor-ku, tez tayyor bo'ladi. 3 xil tamligi bor. Bo'lmasa sirligidan tayyorlang. Menga indikali bo'la qolsin. Ot go'shtligi ham bo'ladi. Uni ustiga mazasi ham zo'r, ayniqsa sovuqsiz ziravorlari ta'miga tam qo'shyapti. Zebo, senga zo'r yangiligim bor. Senimni uzatamiz. Yaqinroq joygami? Ha, bir qadam Xorazmga. Sizga ham yangiligim bor, siz yaqinda ota bo'lasiz. O, zo'r-ku. Ismim ham o'ylab qo'ydim, Yo'lchivoy. Nimaga Yo'lchivoy? Bu yurishimizda bola to'shni raddomda tug'ilmaydi, yo'lda tug'iladi. Yo'llar bizlarni chorlar. Bu nima jinnilik? Uzuroyjon, men Hindistonda katta bo'lganman-da. O'zini begona his qilmasin-da. Hindiston milliy urf-odatlarini bajaryapmiz-da. O'ylab qarasam, sizlar sigirga umuman mehr bermas ekansizlar, shuning uchun o'zim chiroyli qilib yasatib qo'ydim. Nimaga meni kiyimimni kiydirib qo'ydingiz? Voy, qaytib kiysiz omad keltiradi. Zebo, ish qilib bunga oyog'ing tiqmaysan-a? Yo'q. Oyoq tiqiladigan ovqatni kecha qilib berdim, maza qilib oldinglar. Zebo, o'zi ham xonamizda ilinmagan bitta shu ot taqas qopti-da. Hozir borib ilib kelaman. Bo'ldi, shart emas. Buni nimaga ko'tarib olding? Bugun Diwali bayrami. Amal, bir kunlik bayram o'ta, keta. Tinchlikmi Zebo? Bugun xulli bayrami-yu. Har kun bayram ekanda sizda? Ha, ertaga mol tezagan bir-biriga otish bayrami. Go'ngnimi? Ha, yo'q qali. Achchiqqina ovqat yegim kelyapti-da. Oyoqlarimni o'ynatib Panjob milliy taomlaridan qilib beraymi achchiqqina? Yo'q, shart-shart, rahmat. Shirin chiqardi. Sani ham bir ishingni ko'raylik, men bu kiyimlarni tozalab yuvchi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi.
tentak nima qolsan? Aslida Ganga daryosi yo'q ekan, o'shaning uchun tozaroq daryo topib yuborurdim. Bizda bavi degan narsa bor-ku, tog'oraga bavidan solasan, keyin issiq suv solasan, keyin kiyimlarni solib iritib qo'ysang 1 soatga. Undan so'ng kir moshinaga chay borsang top-toza bo'ladi. Ha, unda bitta cho'milib olaylik, toza ekan u suv. Uyingizda mazalari yo'q. Ketadigan bo'lib turibdilar. Men mahallaga chiqib kelib, tayyorgarlik ko'rib turay. Tayyorgarlik? Kelin, tayyorgarlik ko'ring dedim-ki, nima qilyapsiz? Tayyorgarlik ko'rdim. Bu jonan tayyor qaysi daryoga oqizamiz endi. Buning nima Xitoycha kiyim bo'lgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Obedga nima ovqat qilarkan-a?一阳之味道，仔细东来。 Bolam xotining ovqat qilmasin. Xo'p, Zebo 14 yil Xitoyda yashab o'zbek sho'rvasini sog'ingansan. Men qoshiqda ol sho'rvadan ich. Nima cho'pdingmi? Suvini ichi. Xotin yana burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa hech narsa yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yeb yuboradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Ey kelin, qozonni ham tozalab yumabsiz-ku? Yaxshi tozaladim, u ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor, oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib uvitib qo'ysangiz, 10 daqiqadan keyin sovuq suvda chay yorsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uni ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'larkan, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan mana shunaqa go'shtlardan pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman. Sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatding. Kelinda qurti bor ekanda. Voy Uzuroyjon, 10 yil raqsga borganman, qo'shiq eshitsam o'ynab ketiraman, eshitmasam tura olmayman. Bir sinab ko'raylik-chi buni. Oyjon choy. Oling Oyjon. Uzr. Obkiring mehmonlarga. Xush kelibsizlar. Alo. Ha, lekinlamay o'ylab bor yo'q. Oyjon, stolimiz oddiyroq bo'lib qolganki, ovqatga ham masalliq kerak. Kakras korzinkaga boraylik-da, yuring. Hozir korzinkada keshbek kunlari bo'lib o'tyapti. Endi dushanba, seshanba, chorshanba kunlari korzinka plus kartasi bilan katta keshbek olsangiz bo'ladi, kelin. Keshbek ma'lum bir turdagi hamma mahsulotlarga beriladi. Har kuni mahsulot turi ham, keshbekning miqdori ham o'zgarib boradi. Aytgancha, yig'ilgan keshbeklarni 30 kun ichida keyingi xaridlar uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu katta keshbek kunlari korzinka mahallada ham amal qilarmikan? Aha, korzinka go orqali uyga buyurtma bersangiz ham bo'laveradi. Menda korzinka plus kartasi yo'q, endi nima qilsam bo'ladi? Unda kartani Telegram botga kirib, bitta tugmani bosish bilan olsangiz bo'ladi. Zo'r bozorlik qildik. Nimasini aytasiz kelib? Ye, kelin, ye emas bu qiziqishga bu. Ye, buni qimil. Ha, kelin o'ynang, bozorlik qilamiz, keshbek olamiz, o'ynang, kelin o'ynang.